Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 2025-yil 26-aprel holati navbatdagi o'zimizning penobloklardan ko'tarilayotgan navbatdagi binomiz. Kimga penoblok ishlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Navbatdagi binomiz ikki etash solinayotgan penoblokdan qurilayotgan navbatdagi binomiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. Kimga penoblok ishlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Tomga pena quyish xizmati ham mavjud. Pena lambasi qalinligini 5, 6, 7, 10, 15 santimetrgacha qo'yib beryapmiz. Penoblok ishlari bor, 4-5 muddat tayyor qurgan ishlari bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 20 ga 30, 60 dagi razmerlarimizda 13 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. 2025-yil 26-aprel. O'zimizda penoblok ishlari navbatdagi binomiz. Kimdir olyaptimi, kimdir quryaptimi shu ishdan deganlar uchun. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Dehqonobod shaharchasi. 20 ga 30, 60 dagi razmerlarimizni 13 ming so'm dastavka qilib beryapmiz. Mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda 38 kg gips, 3 kg sement, bitta qopidan 3 ta dona chiqayotgan penobloklarimiz. Xitoy va Hind parashogidan chiqayotgan penobloklarimiz qattiq qo'l kirmaydigan holatda. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kanalda yangi bo'lsangiz bir dona like va obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.